Uzun CSS dərsiga 22-ci qism CSS ramka qırı. Ramka qırı xarakterga border orqali aniqlab beramiz. Border orqali uning kenglik, uslub va rangi qatorliq qiymatlarni belgilash bo'ldi. Uning yana mavi usti, o'ng, osti, sol taraf ramka qirlarini belgilashga ishlatilgan boshqa xat kuchlarım bor. Uningdan boshqa yana mavi biz masalan ramka qirning uslubi, kengligi, rangi bo'lib hem shundaqla buningki ramka qirning osti qismi, ramka qirning osti qismining rangi, osti qismining uslubi aniki mushta bo'lib, buningki jami shu osti usti sol o'ng tarafdan 16 ta, aniki ma asldan ma 4 xil bo'lib, jami 20 xil holatdagi shuniki xarakter qiymatlari bor. Masalan, ma amaliy misol qaraydigan bo'lsak, bu yerda ma ustiga akaga vaqtimizda ma ramka qiri kulrang holatda ma tomliqi azroq tom holatda ko'rindi. Buningki asli kodi qaraydigan bo'lsak, buningki ma bu tomliqininki 5x. Undan keyin ma bu rangininki ma yerda suzuk holatda, aniki ma bu masterlikisi ustiga vaqtda unishniki andan keyin kulrang holatda ko'rinadigan mushg'ul unumninki kod ekanligini ko'ra olamiz.